Muzaffar Koreyada ta'lim olayotgan, ta'tilda O'zbekistonga qaytgan o'quvchimiz. Koreyaga borgandan keyin sizni eng ko'p hayratlantirgan narsa nima bo'ldi? Koreyaga borganimdan keyin meni eng ko'p hayratlantirgan narsa bu atrof muhitning tozaligi, jamoat joylari, transport bekatlari, hattoki kichik ko'chalargacha toza va ozoda. Agar koreys tilini bilmaganingizda u yerda qiynalarmidingiz? Ha, albatta qiynalgan bo'lardim. Nafaqat universitet darslarida, balki kundalik hayotda, transport harakatlanishda, balki do'konlarda, marketlarda, kundalik hayotda ham ancha qiyin bo'ladi. Til juda muhim, davlat tili. Atkoda o'qiganingiz sizga u yerda qanchalik yordam berdi? Atkoda o'qiganim menga juda katta yordam berdi. Ayniqsa Koreyaga borib o'qib kelgan ustozlardan olgan bilim va tajribalarim menga Koreyaga borib moslashishimga juda yordam berdi. Sizningcha Koreyaga ketish uchun eng muhim narsa nima? Albatta Koreyaga ketish uchun eng muhim narsa bu koreys tili. Agarda siz ham koreys tilini o'rganishni xohlasangiz va men kabi Koreyaga ketishni xohlasangiz, Atko o'quv markaziga tashrif buyuring. Koreyaga yo'l Atkodan boshlanadi.